Beruniy tumanidagi 12-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan ekologik burchak va ekologik yo'lakcha bolalarda tabiatga mehr uyg'otish manbai mavzusida amaliy seminar bo'lib o'tdi. Seminar tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Mamlakatimiz ta'lim tizimida ekologik tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu doirada Beruniy tumani 12-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik burchak va ekologik yo'lakcha bolalarda tabiatga mehr uyg'otish manbai mavzusida tuman miqyosidagi o'quv amaliy seminar o'tkazildi. Seminarda Beruniy tumanidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilot metodistlari Tamara Yusupova, Zebo Matniyazova hamda 55 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor o'rinbosarlari va tarbiyachilar ishtirok etdilar. Seminarning asosiy maqsadi maktabgacha ta'lim muassasalarida ekologik tarbiyani takomillashtirish, pedagoglarda tabiatga mehr va mas'uliyat ruhini kuchaytirish, bolalarda esa atrof muhitni asrash madaniyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi ilg'or uslublarni amaliyotga joriy etishdan iboratdir. 12-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilot direktori o'rinbosari Sabira Sultonova ishtirokchilarga ekologik burchak va ekologik yo'lakchalarni tashkil etishning samarali yo'llarini tanishtirib, tarbiyachilar tabiat elchisi sifatida ijodiy mas'uliyatli va kuzatuvchanlikka o'rgatuvchi yondashuvni qo'llashlari zarurligini ta'kidladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida Nukus tumanida ekologik tarbiya bo'yicha o'quv amaliy seminari bo'lib o'tdi. Bunda ishtirok etib va bugun 12-maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 55 nafar direktor o'rinbosarlari va tarbiyachilar bilan birgalikda o'quv seminari tashkil qildik. Bundan maqsad bolalarning ekologik tarbiyasini to'g'ri shakllantirish, ya'ni hayvonlarga bo'lgan mehrini oshirish, tabiatga bo'lgan mehrini to'g'ri yo'naltirish ularni va ularda mas'uliyat hissini shakllantirish hisoblanadi. Tadbir davomida ishtirokchilar ekologik yo'lakcha bekatlar bilan tanishib, amaliy ko'rsatmalar oldilar. Tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilari tomonidan ekologik burchak uy ichidagi tabiat makoni, ekologik yo'lakcha esa ochiq osmon ostidagi tabiat saboqlari g'oyasi asosida ko'rgazmali chiqishlar ham namoyish etildi. Shuningdek, yashil energiya, tabiat ovozlari kabi qiziqarli o'yinlar o'tkazildi. Seminar yakunida davlat maktabgacha ta'lim tashkilot va maktab ta'lim bo'limi metodisti Tamara Yusupova bunday tadbirlar pedagoglar tajribasini boyitish, ularda tabiatga mehr, ijodkorlik va mas'uliyatni yanada mustahkamlashini ta'kidladi va bu kabi seminarlarni muntazam o'tkazib borish zarurligini qayd etdi.